Ha, bulunla, tez. Ha, bu yakka. Bulunla. Ha, endi keyin ko'rinishni olib berasiz. Bulunla, tez. Siz kulibli yurishni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi emasmi? Yaxshi. Nihoyat yaxshi. Biroq siz ancha kulmamsiz? Men kulgan chaqda kishilarga bak yiqimliq ta'sir berdi ekanman. His qilmadingizmi? Davatqiningіз dialogmi yoki mendan so'rayapsiz? Sizningmi dialogmi yoki mendan so'rayapsiz? Xato tushunib qoptiman. Deganingiz rostila o'z gapingiz ekan. Yaxshi. Yaxshi ifodaldingiz. Rostila yaxshi ifodaldingiz. Siz ancha kulmamsiz? Men Ssenariyoning 3-qurdagi dialogga qarab javob bering. Söygü, biroq albatta, shundaq. Siz kulishingiz haqiqatan bo'ladi ekan. Kulishingiz haqiqatan bo'ladi ekan emas, kulikingiz bo'ladi ekan-da. O'xshash gap-ku. Kulikingiz bo'ladi ekan degan gap bilan kulishingiz bo'ladi ekan degan gapning nari o'xshaydi. Kechiring. O'zaro parang bilan bo'lib ketib, ssenariyoga diqqat qilmabdiman. Bir rolga chiqadigan bir artist o'z roliga bunday e'tibor bermasa, buningdan nihoyat afsuslanaman. Men bilan birga rolga chiqadigan artistning mendan yo'q yerdan putaq chiqarishi meni bak umidsizlantirdi. Tursunay, sizni rejissor tayyorlik qilsin deydi. Miradil sizni kavobdan oldiga berib 10-ko'rinishga tayyorlik qilsin deydi. Ma'qul. Sizni yaxshi ko'rib qilishga tirishaman. Sizning meni yaxshi ko'rib qilishingizga nisb bo'g'ay. Yigiting keldi. Muallim, maqsam bo'lamdi. Bir necha soat mashq qildingiz, qaysingiz bo'ladi? Amsima ketdim. Cho'qim shunaq bo'lsin, ha? Voyjon. Voy, amirg'im. Pul saqamay turibdi, egiz boshini ayol kiyib olibsiz. Aftimg'o, allapurun saqaygan. Kim sizni bunday egiz bo'lsin debdi. Siz bilan tang bo'laman deb egiz boshni oyoq kiyib oldim. Bu mening ortiqchiligim. Qani, marhamat. Qani, sevimligim, chiqing. Yani bu kichik qo'ng'izni bu yerga haydab keldingizmi? Egiz yigit Pakar xonimga mashina haydab bersa, kishilarning diqqatini texim jalb qilmamdi. Men sizga deb qo'yay. Bundan keyin bu kichik qo'ng'izni bu yerga hargiz haydab kelchi bo'lmam. Bo'lmasa men sizdan ayrilib ketaman. Biz to'y qilamiz deb olsak, ayrilib ketaman deganingiz nimasi? Birlashmish shirkatning do'koniga berib, parda olmoqchidik-ku, ha? Unutib qoldingizmi, ha? Pardalikni allaqachon ep bo'ldim. Hozir buningdan muhim bir ish bor.
Bir dostum kelmekçi edi. Onun aldığa aerodromga chiqimiz. O ali mektep bitirgen nayt chiroyli qiz. Yani 2 saat qapti. Onun ata-onasi chet elga chiqib ketgan. Men onunga yordam qilmasam bo'lmaydi. Biz bilib barayli. Yana dahi 2 saat vaqt barkan. Biz avval berib uy hazır ko'rib kelayli. Qani, mashinaga chiqing. Mush pikapdimi? Voy, chiqing qadrligim. Bu pikap xuddi sizga o'xshashla o'moq, yiqimli, chiroyli. Qani, mana. To'yning tayyorligi bitdimi? Menga ochiq aytishingiz kerak. Xotirjam bo'ling, vaqt kelganda sizni aqli basamli bo'lmadimi? To'yga qatnashadiganlarning hammasi mening yaqin do'stlarim. Sayohat idorasi, yana san'atkorlarmi bor. Yana texi televiziya stansiyasidagilar lintiq olmoqchi bo'ldi. Voy, xotirjam bo'ling. Cho'qim yaxshi tayyorlik qilaman. O'rni sizning sayohat idorasining ko'ngli ichish saqlada. Nayt yaxshi bo'pti. Adamimiz Qizil Atirgul kavobxonasiga beraveraylik. Bu yerning taomlari nihoyatda mezilikdir. Bo'ladi. Haras, men degan yigit qo'ldashning ishini o'ylashib ko'rdingizmi? Bu nihoyat muhim. O'ylashyapman. Do'stim oliy maktab o'qigan, kasbi usulchi, ota-onasimi o'qimishli kishilar. O'zi nihoyat chiroyli. Sizning yigit qo'ldashingiz cho'qim uningga mos kelishi kerak. Uning o'lchimini menga yana bir deb bering. Qani, dana. O'zi kelishgan bo'lishi, xizmatda aktiv bo'lishi, o'qigan, yana qoida usullik bo'lishi kerak. Kishilarni o'ziga jalb qila oladigan, to'yimizni qizitib, chaq chiqarib o'tadigan bo'lishi kerak. Nimaga anglay qilib qoldingiz? Qandarak? Bu soltakni yiqtirib qolasiz. Hey, o'ltirishib bo'lmaydi degan xatni ko'rmadinglarmi? Bu degan magazin, baho yozilgan qog'oz qani? Qog'oz? Baho qog'ozi? Mana turmamdi. Kechiring. Mening sizga tegishim rasmsiz oladigan shopir bo'lganligingiz uchun emas, chunki o'tganki ishlar bo'lmagan bo'lsa, doktorxonaga borib putingizni tangdirib qo'yganimni demsiz? to'g'ri, o chaqda ko'ngli ko'ksingiz keng, muloyim edingiz. Shu chaqda sizmi bek yuvosh edingiz. O'zimdan o'tdi. Qatnash qoidasi xiloflik qilib, mashinaga ustim emasmi? Voy, Voy, vaqt to'shib ketibdi. Yuring. Qani mehmonlar, kelinglar. Qizil Atirgul tamaqxonasi sizlarni qarshi oladi. Kelishinglarni qarshi olamiz. Samirmayman desalar semiz go'sht, o'riqlayman desalar o'riq go'sht bor. Xohlar go'shtini qilgan kabob, qani yangla. Yeganlarni tilini qoladi, yemaganlar armonda. Hali bobi desalar yo'q deyman. To'g'ri tarmaldiri tetigan mezli kabob. Qani kelinglar mehmonlar, Kabob yanglar. Bu kabobga eg'iz tekkanlar har kuni degidek Qizil Atirgul oshxonasiga kelmay qolmaydi. Kelinglar mehmonlar, kelinglar. Kelinglar mehmonlar, bo'lmaz armonda qolasizlar, kelinglar. Hey, endi kelsan qo'y. Go'sht oladigan odam pek chiqib Tez bo'l. Bunda chatoq yo'q. Aka, Kelinglar mehmonlar, ichiga. bu sizni. Xo'jayin, bu go'sht qanday qilgan? Yasir! Tez bo'l. Seni saqlab qoldik, qulay. Mana keldim. Bunda. Mana, o'ttiz kabob tayyor bo'ldi. Buni mehmonlarga kirib ber. Xo'jayin, oltiya xarida turib qoldik qilamiz. Yasin canıgıda, içinin o'rniga qo'yib chiqsin. Chapsan buninglar. Darhol beka bo'lgan ustallarni tozalab, o'rindiqlarni qo'yib, yana bir ustalni ratlab qo'yinglar. Tez bo'linglar, ular saqlab qolmasin. Chapsan buninglar. Ma'qul. Ay, Gullar. Ya, chig'imga qarab beqin. Nima? Qo'y. Soatga. Oyoq soatga. Buni siz saqlab qo'ying. Men taqib turaychi. Sizga sovuq qildi. Chiqinglar, shalani qilinglar, ha? Sherif, Sadir, kabobni sen pishirib tur. Bula. Sherif, teshdikmi? Tayyorlab kutadimi? Nima desam bo'lar? Sizlarga nima lozim? Bo'ldi. Bu yerning tomoqlari bek o'xshaydi ekan. Qaltis bo'ldi degina. Tinchlikmi? Sherif, qani degina, to'y kunini bekitdingmi? Oldimizga yakshanba kuni. Biz u kuni
Bo'ldi, oldirib ketma. Yana 5 kun bor. 5 gün. 4 7 5 20. Yana 20 saat var degan gap. Xotirjam bo'ling, tayyorligimiz cho'qim tutadi. Shu kunsi qaltis ot chiqiramiz degan. Xotirjam bo'ling, tayyorliklarning hammasi bitdi. Bu Şinjanning oliy sortli levisi. Tinchbek. Ustamning deyishicha, sizning to'yingizga biz qarashib berganmiz. Xotirjam bo'ling. Faqat bizdan xo'jayin o'tirda turib bilmasa, to'yinglarni qizitib o't chiqarib yetmas. Kashlik o'ltirish qatorliqlarning hammasi mana bizdan. Arzimaydi. Mayli. Birodar, yana bir muhim rol bor yana. Aytamsizlar? Yana gapirasizlar, Yana gapirasizlar. Xo'sh. Degina. Bu rolni sen almasang bo'lmaydi. Gerçi qiyin bo'lsa-mu, bu rolni sen alsang hargiz chataq chiqmaydi. Kechda yangi uyimda seni saqlayman. Adam. Men qo'ldash bo'lamda. Voy, to'g'ri degina. Mush chiroyim bilan qo'ldash bo'lamdim. Qo'ldash bo'lish men uchun tag'in yo'tkashnimi qiyin ish. Chiroyimga bir qarab baqina. Can dostum Mehmet. Sen kichigimdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan jon jigar do'stim turib men qo'ldash bo'lib bermasang, mening ko'nglimga keladi-da. Uning ustiga mening bu malikam yigit qo'ldishi to'yning ishlariga boshdan oxir mas'ul bo'ladi degan talabni o'tirib qo'ydi. O'ylab baqsam, bu ishning uddasidan faqat senlar chiqa oladi ekansan. Shunga men seni bekitdim. Yo'q, bo'lmaydi. Kechda qiz cho'kanlar mening bu aftimni ko'rib qo'rqib ketmandi. Canım dostum Mehmet, tosatilla ilhamım qo'zg'aldi. Mushu tapda shundaq bir yasifdagi qaltis yigit bo'lib ketsa, o'zingmi bo'yturqun joyda xeli qamlashgan yigit. Biroq o'zingni tuzashtirib yurmaysan-da. Aras, men buron o'zim tuzash san'atini o'rgangandim-ku. Nima qilay deysan? Bu yoqqa kel. Men seni birdan ishidma shunda kelishga bir yigitga aylantirdiki, mening iliq so'yimligim bilan uning qo'ldishiga hayron qoldim. Dal mushu rasmdagidek. Bu men uchun aldiliq paytdigina. Mushu qitim menga bir yordam qil. Chaqchaqqa qarang Sherif. Sen bak o. Sen dostluğumuzdan yüz hatırısı, toyumlu örümtini qilib çoğum qo'ldash bo'lasan. Gapimni angla dostum. Qushqashning changisdek bağı chechingni qo'ymay tushiribdek, sana chiroyli bir kiyim chash tayyorlab qo'ydim. Qimirlama. Bo'lmaydi. O'g'il bolaning obrazini xohlagancha o'zgartsa bo'lmaydi. Bilamsan? Mana endi karim yo'q. Sherif, tuzgarak bir yasab qo'yg'ina. Halimsan mayli. Avar bo'lib nima qilaman? Sherif! Bärin sağ kepdi. Yengam bor? Shundoq dal o'zi. Voy, Bärinsa, her yipilib qoldi-ku. Bärinsa, u o'zligidan yipiladigan parda og'ammi? Yo'q, u Bärinsa bilan o'ynashyotdi. Hiç bilmedim. Yürünglar, çıkıp qarab baqayli. Voy xudoyim, uch qizni birga ketdi emasmi? Canım dostum Mehmet. Kela o'tir. Ikkimiz qilch chandurmayli. Bo'lmasa mening malikam men bilan munosabatni butunlay uzdi. Men endi ular kirgicha seni butunlay o'zgartirdi. Bu checham yasab, chashqan burtonni haqs elirdi. Buni tut. Asta, egizrak tutmamsan. Madaniy, chiroyli, pokiz bo'lishing kerak. Beshinchim tuta. Kim olta? Gap qilma, bo'lmasa kesilib ketadi. O'ylo. Bo'ldi, gap qilma. O'ylo dema. O'ylo. Yaxshi. Texi tushmaydi-ku. Biraz saqlab turayli. Yana oldimizga tushmasa, o'zimiz chiqayli. Bärinsa, men sening o'rningda bo'lgan bo'lsam, allaqachon ketgan bo'lardim. Bo'ldi. Yur. Kir. Sala. Nima qilg'ini bu? Kiyimlarimni soldirib nima Sala, qilasan? senga samamsan. Buni sala, sala. Oyoqni sal. Sala. Sala. Buni sala. Sen Sala. Manam sala. soatim deb tur. Bo'ldi kelar. Pokiz.
Soğuk soğukken. Soğuk soğukken deyman. Yarasını çıkarsın diye soğukumadın sen. Ne yapayım bu ya? Soğukken. To'lib ketgan. Canım dostum birden tur. Ben sana ıssık önge çıkıp ya. Bular. So'qgan. Bərinsa 5-ci qayatqa qandaqmı çıxasa? Nemigən sirəysən, Şerif Bərinsanı xuddi kiçik balını götürgəndə götürüb öp çıxmamdı. Allah, əmiz çıkartıdı. Tez bol, Mehmet. Tez bol. Nemiga oldiraysan? Nemiga? Tez bol. Qanday qilman de? Qanday qilman? Kiyim Bo'ldi. Tezroq bo'ldi. Hozirlik kirman, ha? Asta gap qil. Oyog'imni. Voy, bo'ldi. Mana Kiyimlarimni kirpa. Bular. gap qilmasang bo'lmabdi. Narsa qilmoqdi. Nada qolgandi? Ha? Ish bu darajaga yetgandan keyin menga eng esil kostyum burkan ba ish qilib menda pul olmagan degan shunaqmi? To'g'ri. Gap qilganda ish qilib, albatta degandek gap so'zlarni ko'proq ishlatgan. Shundan texim sipoyi ko'rinasan. Sen haqiqatan talantli. Yo'q ekan u. Voy, ayolcha oyoqkan bu. Hey, bu yoqlar. Bo'shroq gap qilsa bo'lmaydi. Qarabsa hammasi ayolcha ekan bu. Aldirishni almashtirib qo'ydiman. Bu yerga mana. Darhol planni kiyib ol. Qaltis. Sen almashtirib ol. Men berib ishni taqatay. Ma'qul. Bo'ldi. Ular endi hech nima anlamaydi. Ular kirib qolmas. Xotirjam bo'l. Men ishni taqib etdim. Hargiz kirolmaydi. Kela. Buni men ömürlük çağda Şərq şahzadəsinin rolunu ağanda kelgandim. Şanxayning ağandıydı. I'm very thanks. Okay, Mr. Sheriff. İngilizce öyrənətqanını burla anlattım. Tələffüzün idarəmizin tərcümanlarına gidim o yaxşı gel. Bekar. Kene, buna da qalma. Yaxşı, rastla oxşudun. Özünü çox kontrol qılın, ha? Gəp qılğanda həddidən ziyadə titrətib etmə. Esingdə bolsun. Gəp qılğanda iş qılıb, əlbəttə degəndə gəp sözlərini köprək işlətgin. Özün tutub ağın Bərinsa. Mən ketdim. Ahmaq, ishikni ochmagan tursa, hargiz ketishga bo'lmaydi. Uningchi, sendan yushiradigan bir ish bo'lsa kerak. Undaq emas. Herkes undaq emas. Bu Bərinsa ikimiz ən yaxşı görüdüğən muzika. Biz avval disko oynab özümüzü qızdırıb olaylı. Andan işini asaq buludu. Hey, bu diye vals müziksi. Vals olan da tango olan da oyna vereyli. Oynaylı. İchida tans o'ynayotganda qiladi. Shundaqmi? Bərinsa! Toxun durun! Bərinsa! Qadirligim, ne oldu sen? Sizge ne oldu? Öyün içindeki kim? Neymiş kışkını açmaysız? İşte benim kol dişim var idi. O disko şundak üstüken. Şuna bana disko gidiyordu. Disko'muş. Valis oyundan lago. Doğru. Valis müziksiz oynagan. Müzikini ürlük koyup etkeçke avazınızı anlamay kaptım ben. Kadirligim. Neymiş kışkını takvalısız? Ben hata kıptım ben. Öyle kireyli. O saklavadı da Kadirligim. Onun ismi neyme? İsmi Alim.
Alim, bu mənliksimg'u. Yanıla ben sizni kötülep çıkay. Ha, yoldaş Alim. Qarğanda qiziqchilik qilasiz. Sizning bu harakatiniz Gitlerning salom berishiga o'xshab ketdi. Önalg'ini o'chirib yiting. Bakın. Menimcha siz ishdan sirtqa o'makka berib komediya artisti bo'lsangiz bo'lg'idek kishilarni rag'batlantiradigan rollarni olsangiz bo'ladi ekan. Maqtaningizga rahmat. Bu yoq shavqin bo'ladi. Teshqima. Bular mening do'stlarim. Teshqima. Kene, merhamet, oturun. Berinsa, qarang, bu yoq mening qo'ldishim. Can-jigar do'stim. O'zi madaniyatlik, nihoyat ilmiy, sipoya kelishgan. Yani texi yumurluq. Bu tarbiya intayin muhim. Turmushimizda yumur kam bo'lsa bo'lmaydi. Atrofimizdagilarning hammasi jimg'ir bo'lib qolsa, odam qandoqmi chidab tura olsin? Deganlarim to'g'rimi? To'g'ri. Sherib, boy uni chet el tilida nihoyat yaxshi so'zlaydi degan edingiz, to'g'rimi? Shundoq, roman so'zlaydi. Anglasam siz sayohat idorasining tarjimoni ekansiz. To'g'ri. İngilizceni azroq bilaman. Sizdek bir yigitning Sheribga qo'ldosh bo'lganligidan intayin xursandman. Anglasam siz Sheribga disko o'tib qo'yibsiz. Yo'q, valis o'tib qo'yibsiz. Rahmat sizga. Rahmat. Albatta. Uygatgandan keyin asosan shundoq yaxshi uygun bo'ladi. Alim, qarmoqqa shundoq muloyim ko'rinadi ekansiz. Men moshundaq arlarni yaxshi ko'raman. Shundaqmi? Biroq bak qo'rnimman. Bo'lmasa siqilib qolasiz. Men erkin ozod bo'lishni yaxshi ko'raman. Qarang. Bu suratni nega olsak bo'lar? It's very pity. Albatta, ko'zga chiliqadigan joyga isish kerak-da. Ha, eshikdan kirish bilanla ko'zga chiliqadigan yerga asaylik. Alim, siz esing. Sherib, uning qiz do'sti belli kelmabdi-ku. Nima tamoq yeysiz? Nima tamoq borkin? Ha, nima yegingiz bo'lsa, shuba. Ustam texi ketmadi. Tezroq buyurdim. Mening sizlarning xo'jayininglar Muhammad pishirgan kebabdan yegim bor. Voy, xo'jayin! Voy, bo'ldi. Qo'ydilar. Tuta buni. O'ta. Nima shu oldi? Bir sizin tutmoqchimi? Qara. Mundaq bo'ldi, mundaq. Men Sheribning to'yida martabalik, talabga loyiq yigit qo'ldishi bo'ladigan bo'ldim. Mulozimat ishlari aslidagi plan bo'yicha bo'ladi. Vaqt kelganda sizlar meni Muhammad deb chaqirmay, olim deb chaqirsizlar. Nemishqa? Sizni xo'jayin deb chaqirmamdoq? Keling. Seni biring. Asl choq. Teshqima. Cho'g'o. Tayyorliqlab bitdi. Hamma tayyorliqlab Gul bitdi. taqab qo'yay. Endi boshlaymi? Ma'qul. Albatta. Rejissor, endi boshlaylik. Ma'qul, tayyorlik ko'ringlar. Sho'xon, mikrofonni elvering. Rahmat. Muzikantlar, diqqat! Boshlanglar! Qiz bilan yigit maydonga kirsin! Keldinglarmi? Bu yerda o'tiringlar. Barasa. Resimni ko'rdingmi? Sizg'ininglar nima u?
Bu do'stlarimizning asri. Ular bir kechada orom tayyorlab bo'lgan. Xafa bo'lma, xeyli ma'nilikkan bu. Gullar, men sizga oshiq. Saklashmang. Olimni qaramang, bu sovrindan sizni ish pishirganda qildi. İlham. İlham. Rahmat. Bu sovrinda uningda ish pishirgan chiroyliqlar yo'q ekan. Qiz qo'lishimi chiroyli ekan. Qandaq dedim, ha? Shundaqmi? Bugun men sizni tanladim. Men bilan o'ynaysiz. Buningga mening deganimysam. Mehmonlar, to'y hozir boshlandi. Qani qizg'in qarshi olaylik. Bugundan boshlab erkinligim tugadi. Qarama. Qiz chiroyli ekan. Yigit qo'ldishi. Qiz bilan yigit usul o'ynab bas bo'lamdi. Bo'ladi. Bunda qilsak milliy urf-odatga to'g'ri kelami? Hech qisi yo'q. Hozirgi davr yoshlar emasmi? Sherif, ishqinglar bir payda usul o'ynab beringlar. Yes, I wish the bride and groom can dance together. Please. Olim, u chet ellik nima deydi? Sen ber baqa. Ma'qul. Bu kelishgan yigitning ismi Olim. Sayohat idorasida tarjimonlik qiladi. I think to play at disco. Okay, fine. Ko'pchilik diqqat! Chet ellik mehmonlarning talabi bo'yicha qiz bilan yigitni hozirgi zamon diskosini o'ynab berishga taklif qilamiz. Men ko'pchilikka o'zimiz ijod qilgan, zamonaviy tus olgan disko naqsi aytib beray. Usulni do'stim Dillar o'ynab bersin. U usul institutini bitirgan, usulni voyaga yetkazib o'ynaydi. Men kiyim almashtirib kelay. Tinchlikmi? Kiyim almashtirish uyi naydi ekan? O tarafda. Rahmat. Babul Adem matavana Yar dildi yer zemin bu keng jahan Töreldi ayallar bek mihriban Aşık meşuk peyda buldu şu Uy tapma. Mehmonlarning oldi chetib qolsin. Hech qisi yo'q. bulup Adem matavana Yaritildi yer zemin bu keng jahan Töreldi ayarlar bek mihriban Aşık meşuk peyda buldu şundan bu yan
köpüp qaptı. Rahmat. Nimaga rahmat deysiz? Albatta, terlab ketganimni ko'mdingizmi? Ma'qul ko'rsangiz ismingizni aytib bersangiz bo'ladimi? Ismim? Albatta. Bundan keyin yana ko'rishib qolsak, shu chog'da deb beray. Amsa, men sizga aytib beray. Men pat arada el-nag'malarni o'rganish uchun Janubiy Shinjonga yurtimga boraman. 2 oydan keyin ma'lum bir o'makka taqsim qilinishim mumkin. Agar meni izlamoqchi bo'lsangiz, cho'qim topa olasiz. Vaqt kelganda yana ko'rishib qolamiz. Bek isib ketdim. Sirtga chiqib birdan o'ltiraylikmi? Ma'qul. Ha, mana kebab pishdi. Qani bizning qizlar turklar oshxonamizning kebabini yeb yiqinglar, ha? Qani elam. Rahmat. Men kebabga bek amaroq. Shundaqmi? Bu kebab bek ta'mlikkan. Buni xo'jayinimiz Mehmetning shagirdi pishirgan. O o'zi pishirsa, texim ta'mlik bo'ladi ekanda. O o'zi keldimi? Amroq bo'lsangiz, keyin men pishirib beray, ha? Agar yoqtirsangiz chiqroq ya, ha? Sizlar nima ish tansa o'ynaysizlar? Bu kebab haqiqatan alohida ekan. Tetib yiqing, ha? Siz Qashqarga berib kelgandan keyin men sizning Muhammad pishirgan kebab bilan mehmon qilay. Vaqti kelganda olimni taklif qilamiz. Undaq bo'lsa, o bek yaxshi bo'ladi. Olim, siz qandaq? Ko'rishni bek arzu qilaman. Men shundaq. Diskoni ajoyib sehriy kuch bilan o'ynaydigansiz. Mening qarashimcha sizdami bir xil go'zallik bor ekan. 2 oydan keyin meni cho'qim izlab teping. Mehmonlar hozirla keladi. Kebab buyurib qo'ygan edim. Keladigan vaqt bo'lib qoldi. Qarab maqada qizim. Ha, qani mehmonlar kelinglar. Mehmonlar kelinglar, chapsan bo'linglar, harakatinglar chaqqan bo'lsin. Kelinglar. Mehmonlar kelinglar. Ha, Shinjonim please. Qani mehmonlar kelinglar, kelinglar, tetib yiqinglar. Ha, tetib yiqinglar. Ha, o'xshagan kebab. Qani kelinglar. Xo'jayin, bizga kebab buyurtgan ayol texnik kelmaydi. Tasodifiy kelmay qolsa, bu ya avot bazar sitilib ketadi. Go'shtlarimizning hammasi tugaydi. Lekin ular kelib olmaymiz degicha joyida jim qo'yinglar. Gapimizni turmasak bo'lmaydi. 250 siq kebab tayyor tursin. Uqtinglarmi? Ma'qul. Ha, mehmonlar kelinglar. Ha, qani kelinglar. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Xo'jayin, akagan qo'y go'shti tugab ketdi. Bo'lmasa, kala go'shti ishlatamiz aka. Kala go'shti? Mehmonlarni olsak bo'lmaydi. Sifatli kapolat qilishimiz kerak. Bunda qilsak sodimizga ta'sir etadi. Sen motosiklet bilan berib, ep qo'ygan qo'y go'shtining hammasini ep kel. Uqdingmi? Ha, ma'qul. Ha, qani mehmonlar kelinglar. Qizil atirgul oshxonamizda paqlan go'shti qilgan kebabni yeysanlar tilinglarda qoladi. Suluq uchun pivi bor. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Ha, kelinglar mehmonlar. Asta. Ha, mehmonlar kelinglar. Paqlan go'shti qilgan kebab. Kelinglar mehmonlar kelinglar. Paqlan go'shti qilgan kebab kelinglar deyman. Xo'jayin. Tinchlikmi Gulnar? Ajab yaxshi bo'ldi. Sizlar pishirgan kebabning ta'mi bek yaxshi ekan. Qani kelinglar mehmonlar, qizil atirgulning kebobi. O mehmonimiz kebob yegili kelibdi. Siz yemisiniz, armonda qolasiz. Qani kelinglar. Bek ta'mli kebob. U o'tgan sizlar gapini qilgan Muhammad ustam degan shu bo'lamdi, ha? Dal o'zi shu. Ha, qani kelinglar mehmonlar. Hali bami desanlar yo'q deyman. Qani kelinglar Muhammad ustam, avval menga 20 siq kebob pishirib bersangiz bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Rahmat sizga ustam. Chataq yo'q. Ha, qani kelinglar mehmonlar. Qizil atirgul oshxonasining paqlan go'shtini qilgan kebobi. Qani kelinglar mehmonlar. Kelinglar. Bu yoqqa kelinglar. Sabrni chaqiringlar. Men bu yerdan ketishim kerak. Ma'qul. Ha, ta'mi qanaqaroq bo'pti, ha? Qizchaq, menga ajab qarab ketdingiz-ku. Meni buni ko'rmagan edingiz? Ko'rgan, kechiring. Siz birisiga bek o'xshaydi ekansiz.
Bunun ajablangidek nari bor. Ba'zilar meni artistga o'xshasa, ba'zilar hayvonotlar bog'chasidagi orangutanga o'xshatadi. Qani, kopiyalaman. Heliq kuni to'ydagi yigit qoltash olim esingladimi? Sizlarning xo'jayininglarni ko'rsamlar, o esimga kelib qoladi. O kuni biz sizni ko'rgan xonim, tarjimon deganni ko'rmagan. Shundaqmi? Ismi olim, ingliz tilini ravon so'zlaydi, tansig'im ustikan. O bizning xo'jayinimiz ma'ba. U ingliz tilini ravon so'zlaydi, tansig'imi shundaq usta. Tansi o'ynag'ini ko'rsangiz, hayron qolasiz. Shundaqmi to'g'ri gap qilish bo'lamdi? Xo'jayin o qizni yoqtirib qopti. Xo'jayin o qizni yoqtirib qopti. O qiz xo'jayinni yoqtirib qopti. Xo'jayin uni chaqirib olaylik. Hey qizchaq. Xo'jayin sizni chaqiryapti. Qani. Xo'jayin o keldi. Esgap qilaman. Qizchaq, demak o'g'lim kavboz muzlab qoldi. Men isitib beraymi? Rahmat. Bu yoqqa marhamat. Hey, o'nda kelinglar. Kelinglar. Tez. Qani. Qani, o'ltir. Rahmat. Kelinglar mehmonlar. O tarjimonni men taniyman. Uni tanimsiz? Birisi bizga uning xo'jayinimizga pek o'xshaydiganligini aytgan. Albatta, o'xshamaydigan joylarim bor-da. Masalan, o chet el tili institutini bitirgan. Ijroqda ko'rinmaydi ekan. Shunga odatda ko'zoynak taqib oladi ekan. Lekin bizning xo'jayinimiz o'rta maktabni bitirgan. Odatdagi bir kavobchi. Lekin ingliz tilini shundoq ravon so'zlaydi. Masalan, okay, thank you very much degandak. Shundaqmi? Qizchaq, uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, men sizga uni izdishib beray. Bo'lamdi? Uni topgandan keyin uningga go'zal bir qizchaq, sizni Yo'q, mundaq qil so'rab qo'ygan. Xato tushunib qolmang. Mundaq qil so'rab qo'yganmi? Qizchaq, bo'ldi. Elam. Rahmat sizga ustam. Men ketdim. Xo'sh. Olimni tonisangiz, uningga deydigan gapim bor edi. Bundaq bo'lsin, men uyimga mehmon chaqirmoqchi edim. Sizlarmi beringlar, ha? Ustam, sizmi bering, ha? Sizning uyingizga boramda? Shundaq. Sizlar mening mehmonim. Bo'lmasa dadam kelib taklif qilsinmi? Bo'ladi. Ha? Ustam, cho'qim beranjimi? Xo'sh. Beringlar, berib olim degani tep kelinglar. Kechiringlar. Eli dadisini apis kelganda o'zinglar bir nima denglar. Xo'jayin, ko'rmadingizmi? O heliqa olim deganni yaxshi ko'rib qolgandek qiladi. Qiziq yeri shuki, u sizda kavobchinimi nertiring deb uyiga taklif qildi-ku. Agar siz uni teximi cho'nqirlab tushirmoqchi bo'lsangiz, uyiga men billa boray. Qanday? Xudoyim buyursa, ishimiz o'ng'i tortadi. Sizlar kimni izlaysizlar? Mana pulinglar. Ketinglar. Dada. Kechiringlar mehmonlar. Yana 2 mehmonim bor edi. Dada. Bering. Aka, bular mening mehmonlarim. Marhamat. Yuringlar. Bular mening do'stlarim. Bu mening opam. Bu mening dadam. Qani bu yoqqa meninglar. Kelinglar. Mana. Kelinglar. Tezlikmi? Qani, choy ichinglar. Elinglar. Rahmat. Muhammad ustamning kelganiga baxushal bo'ldim. Siz ko'p ishlarni esimga soldingiz. Mening bir orzuyim bor edi. Yordamlashib, olimning nədligini o'qishmagan bo'lsanglar. Men uni ko'p qatim izladim, lekin hech bir dergini olamadim. U xuddi bu dunyoda mavjud emasdeklar. Meni tushunishinglarni umid qilaman.
Onu 3 gün ko'rgandek qildim. Yo'q. Xuddi kunni ko'rib turgandek qilaman. Qizchaq, sayohat idorasidagilar bir o'rinda turolmaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Balkim u komandirovkaga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin uni taniydi ekansiz. Balkim topa olishingiz mumkin. Yoki albatta mangu topolmasligingiz mumkin. Yoki boshqa yoqqa yo'tkilib ketgan bo'lishi mumkin. Sizning talaffuzingizmi menga uni eslatib Qizchaq, agar siz olimni debla bizni taklif qilgan bo'lsangiz, umidsizlanib qolasiz. Biz biladiganlarimizning hammasini deb bo'ldik. Boyi uni kunda ko'rib turman dedi. Amaliyotda bu mumkin emas. Uni tonimaydi. Biz degan bir oddiy kavobchi tursak. Xo'jayinimiz to'g'ri deydi. Xato tushunib qolmanglar. Sizlar bilan tanishib qolishni bakmi arzu qilaman. Kavobinglarni yigilib berib turaman. Ha, bo'ladi. Sizni qarshi olamiz. Xayr xo'sh. Xo'shamisa. Nim bo'lding? Shundaq odamlar bilanmi shuncha uzun so'zlashamsa? Qandaq? U seni ranjitib qolgan o'xshamamdi. Sendan o'tinay, Sherib kelib men bilan ko'rishsin bo'lamdi. Bunda qilsam bo'lmaydi, Sherib. O'tinib qalay, shunday qilmay bo'lmaydi. Men barin sog'i bekmi sodiq. Agar u sening sayohat idorasining tarjimoni emasligini bilib qolsa, u mendan ajrashib ketadi. Ular hamon bir kuni bilib qoladi. Voy, u keyingi ish. Uning ustiga bu sana foydali. Yo'q. Dilnar hamon bir kuni bilib qoladi. Hiliq tarjimani ketdi degan. Astroq so'zla, astroq. Agar Dilnar olimni cho'qim ko'raman deb turmagan bo'lsa, uni yo'tkilib ketdi degan bo'lardim. Dilnar olimni rasul yaxshi ko'raman dedim, ha? Rasma? Demak, u olimni yaxshi ko'rib qopti-da. Sizlar bir ko'rib ko'yishganlar. Naligini, uning so'ygini olim amaliyotda mavjud emas. Men bo'lsam Muhammad. Qiziq ish. Olim amaliyotda mavjud emas, biroq sen mavjud. Agar u olimning mavjud emasligini, sening borlig'ingni bilsa, unchaqdan qila. O chaqda u tragediyaning bosh qahramoni bo'lib qoladi. To'g'ri. Bo'la, buniki tezga. Ish undaq oddiy emas. O'yinni boshlaganmiz, oxirigacha davomlashtirishimiz kerak. Oxir berib ikkinlar ayrilmaydigan darajaga yetisizlar. U chaqda odamlar bo'lsa, u mayli Muhammad bo'lsin yoki olim bo'lsin, yaxshi ko'rib qoladi. Demakchimanki, odamning qiyofati o'zgarsa-mu, qimmat o'zgarmaydi. Mayli sen Muhammad bo'l yoki olim bo'l, haqiqiy muhabbat shartsiz bo'lish kerak. Gapni qaltisqonlashtirsan, juma? Barin say ikkimizning muhabbati mana shunaq. To'xtab tur. Sen bag'o cho'qim shunday qilishing kerak. Biroq, sana rost gapni desam, Dilnarga ko'nglim tushib qoldi. Qara seni. Olmasdi. Çatak yok. Dikkat qilib yurgin. Buningga bir jarayon kerak. Ishning vaqti saati bo'ladi. Pishqan qo'g'on peliga turmaydi. Aradagi sirni ichib o'tishga aldirab ketmayli. Amal qilib, uni o'zing ram qilib ol. Xotirjam bo'l, buni tushunaman. Bugun oqshom uning olimning chiroyiga qarshiga fursat yaratib bermayman. Olim bilan ko'proq gaplashishigimi fursat yaratib bermayman. Navada mondaqroq bo'lib qolsa, ayrilib ketaman. Gapimni angla. Olimning jamiyatdagi o'rni va boshqa jihatlarda sana toza pop keladi. To'yda ishkanlarning tansi o'ynayotganligini ko'rib, kishilar sizlarni qizg'in muhabbatlashayotgan o'xshaydi deb bo'ldi. Barinsa, o'zimning qanday hissiyotga kelib qolganimni bilmayman. Faqat uni tushunib baqqanman. O'zing tutib ol. Tantirma. Dilnar, olim keldi. Ma'qul.
Kechiringlar, bir do'stim bilan ko'rishmoqchi edim. Men mang'ash turay. Haras, ishkanlarning o'rni bir yerda. Alim, dillarning holidan obdara xabar eling. Ma'qul. To'g'ri, obdan xabar al. Baldur kep qaptoq. Ya'ni yarım saat vaqt bor ekan. A tarafga berib birdam o'ltirayli. Bo'ladi. Yuring. Marhamat. Qani o'ltiring. Men bu yerda o'ltiray. Kechiring. Bek kamdidor bo'lib ketdingiz-ku. Kechiring. Bek aldirash. Albatta, hammamiz shunda qaldirash. Muhammad degan bir kavobchi yigit sizga bek o'xshaydi ekan. Uni sizmikin deb qaptiman. Albatta, o'xshamaydigan yerlarmi bor? Uni tanimsiz? Muhammad dedimsiz? U Sherifning do'sti. Shuna albatta uni taniyman-da, taniyman. Biroq u meni tanimasligi mumkin. U inglizcha o'rgangan, bilimga pek intiladi, shundaq. To'g'ri dedingiz. Uni rostla taniydi ekansiz-da. U bek yaxshi yigit. Nima qarayapsiz? Xatlar u yerda muhabbatlashyapsa, sizga nima bo'ldi? Yuring deyman. Mamam siz? Albatta, hozir kavobchilar yaxshi. Ba'zi bir san'at nomerlarida ko'rsatilgandek undaq askima emas. Kechiring. Biz ustiga chiqib o'tiraylik, bo'lamdi? Ma'qul. O yiliqi tansi o'ynagan xenimdaq qiladi. Hey, bizni xo'jayinga o'xshayotdi-ku. O emasdi, o qizning yurayotgani bo'lsa kerak. Bo'lmasa biz aniqlab boqaylik. Yuring. Tinchlikmi? Ustalar Muhammad kelmadimi? O oshxonada kavob setyapti. To'g'ri. Shunday. Yuring, bizning yana qilishadigan gaplarimiz bor. Mana bu san'at kishini hayajonga soladi. Avaylang. Bo'ldi. O'tiring. Bundaq yiroq o'ltirsa qanday paranglasha olamiz? Yeningizda o'ltiraychi. Yo'q, bo'ldi. Bu yabak egiz beshingiz qiyib ketadi. O'tiravering. O'tiring. Siz Muhammadni taniydi ekansiz. Sizlar cho'qim yaxshi do'st bo'la olasizlar. U nayt qizg'in yigitkan. Albatta. Biroq mening vaqti baqiz. O'yin tugaganda ikkimiz birga berib uning kavobini yeb kelaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Meni mehmon qilishdan qo'rqyapsiz? Yo'q, natiga gapni qilyapsiz. Bugun gelim og'rib bo'lmayotdi. Ata men cho'qim borman. At soat 8da Bo'ston mehmonxonasining oldida saqlab turing. Saqlab turmayman. Mening ishim bek oldirash. Siz berib keling, ha? Siz bormisangiz men nima ish qilaman? Bormisangiz xafa bo'lmaymanjimi? Men albatta bo'ladi. Albatta degan gaplaringiz Muhammadnikiga bek o'xshaydi ekan. Albatta. Çö. Buna çö. Çö değil mi? Çö. Çapsan çö. Şerif, çatak. Sen bana bir akıl göstergin. Osmon o'rilib tushmas deyna nima ish? Vay, qarmam sen. Tönögün keş, men olim onun bilan men Mehmetning kavobini yigilib bordiganga va'da berdim. Yana 10 minutdan keyin u keldi. Undaq yaxshi-ku. U barin sağ bilan bilib boradiganga kelishib qo'ygan. Yaxshimishdi. O'zimni ishkiga bo'lamdim. Yana kelib, men seni oshxonamda qo'rqaman. Keldik Dilnar. Amisa, mushuna qilaylik. Rahmat sana. Xayr xo'sh. Xo'sh. Albatta shundoq bo'ldi. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul. Tinchlikmi? Shundaqmi? Voy, u keldi. Vaqtga bek rioya qiladi ekansiz. Tinchlikmi? Sherif qani? Mashinasidan azroq chatoq chiqib qoldi. Hozirlik keladi. Men Sherifning mashinasiga o'ltiray. Ishqillar, mang'ashtiringlar. Xo'sh.
Men sizni aytmagandim yoki siz menimi? Apo qiling Dilnar, baya telefon kelib qoldi. Aerodromga berib chet elliklarni kutib olgandekman. Shundaqmi udil kelib qolgan bormi? Shuni demamsiz. Hey, men keldim. Sherif, menga hilali telefon kelib qoldi. Aerodromga chiqadigan bo'lib qoldim. Kechiringlar, albatta, aslida Qizil Atirgul oshxonasiga borsam bo'ladi. Qarmamsizlar bu ishni. Asta. Bu qanchalik ishdi? Men bayat nimadan asraysizlar? Qizil Atirgul tamoxonasining xo'jayini Muhammad mening yaqin do'stim. Sen chet ellik mehmonlaringni xotirjam kutib. Siz qandaq? Amsa, mayli. Ahlim, kelar qatim cho'qim biz bilan Qizil Atirgul oshxonasiga borsizmi? Albatta, kelar qatim cho'qim boraman. Bu qatim amaliy bo'lib qoldi. Barinsa, sizlar beriveringlar. Mening azroq ishim chiqib qoldi. Men shuni qilib deb tezla boraman. Qandaq? Bo'ladimisa. Sherif, Soda saroyining oldida ko'rishmasak hesab emasmi? Shunday qolsin. Bay. Xo'sh. Nima degan qiziq? Xo'sh. Nima bo'ldi? Ulardan burun sen berib bo'lishing kerak. Chopsam bo'la. Buni kino studiyasining birinchilari yasab berdi. Yana dahi rasmga tatib oldi. Mana. Ko'r baqa, qanaqa tushibdimi? Chanmabdi. Ular qanday? Ular kel. Tarkuchdi. Bu shu bilan mansoq baldur yetib boramiz. Xo'jayin, kirim qilishga bak usta ekansiz, a? To'g'ri tushunishinglar kerak. Mushunda qilishim zarurdek qiladi. Bu men uchun intayin muhim. Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Qalbingizda obdan tushunimiz. Biz sizga nihoyatda obdan moslashimiz. Qanday dedim, birodarlar? Sen mening yaxshi yordamchimjimi? Yaxshi, kela. Sen-chu, Soda saroyini oldiga berib, ular bilan ko'rishgin. Men bu yerda ularni saqlab turay. Tushundingmi? Tushundim. Kelinglar, paxla go'shtida atgan kabob. Yeli bormi desanglar yo'q deyman. Kelinglar. Paxla go'shtida atgan kabob. Kelinglar. Deyman. Paxla go'shtida atgan kabob. Yig'naq. Nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Yig'naq. Sarang qolmi nima? Hay, ana, ovyadi ekan. Kechiringlar. Chiroyli bir yig'naq o'shgan. Sizlar kashil qoldim, Kechiringlar. Qiz qadagina bu. Muhammad, men eng yaqin mehmonda ishkini kabob yeyishga keldim. Kabob yegilib keldinglarmi? Marhamat. Bu artist yo'ldoshni men taniyman. O'tiring. Muzikani qo'y. Ma'qul. Kelinglar. Biz yana ko'rishib qoldik, yo'ldosh Muhammad. Shundoq. Kim ichimsan? Men ishim. Qizchaqlar, bir ataksida lampa qo'yamsizlar. Bo'ladi, yemaganda o'zim bo'l. Ma'qul. Dilnar, kabobchilar hazır. Tazliqqa ahmiyat beradigan bo'lib ketdi. Qani kelinglar, doğru darmaklari tetigan o'xshagan kabob. Qani kelinglar, o'xshagan kabob. Muhammad, nima bo'ldi? Shuni og'ritdi. Tishing og'ribdimi? Tishingiz og'rigan bo'lsa, doktorxonaga berib ko'rinib boqmamsiz. Hozir mening bir saboqdishim tish doktori. Texnikasimi xeyli yuqoridan, ha? Ajasiz. Tishim og'irsa kuchab besib qo'ysam da o'ng'ishilib qoladi. O'ng'ishilib qoldi. Yana. Tishing halqiliq paytda tushib ketmisin yana. Xudo saqlasin degin, ha do'stim. Qani kelinglar, mehmonlar, paxlan go'shtida atgan kabob. Hali bormi desanglar yo'q deyman. Yeganlarning tilida qoladi, yemaganlar armonda. Qizil Atirgul oshxonasida paxlan go'shtida atgan kabobi. Qani kelinglar, mezli kabob. Dillar, u kimga o'xshaydi ekan? Olimga o'xshaydi ekan. To'g'ri, u bek o'xshaydi. Men buni bilsa o'xshdimi? Yo'q, ancha o'xshamaydi ekan. Agar u bugun kelgan bo'lsa yaxshi bo'ladi, isi. Meningcha, Alim,
Bundaq yer kelib, herkes kavap yemasmikin deyman. U keliman deb va'da bergan. Siz olimning ancha suyimlik emasligini barbara sezib Nemishqa? Chunki u doim sizning yaningizda bo'lamaydi-da. Ha, kelinglar mehmonlar. Sig'i deyinglar, ha, sig'ida. Ha, kelinglar mehmonlar, kelinglar. Paxlan go'shtida afgan kebab. Bu kağıdını pişirdi. Asta, qarang, uning tishi yana og'rishga boshladi. Tish og'riqi ashundaq turib-turibli qo'zg'aydi. Doktorga ko'rinsangiz yaxshi bo'ladi. Qurt yegan bo'lsa tatqizib eting. Yo'q. Sizlar berib kutib turinglar, ha? Men ishga kirib chiqay. Ma'qul. Yo'ldosh Muhammad, gapimga kirib doktorxonaga berib ko'rinib yiqing. Bo'lmayman. Mening tishim og'irmidi. Belim og'riydi. Sen ba'g'o cho'qim shunday qilishing kerak. Yo'q. To'g'ri. Qandaqli bo'lsin doktorga ko'rinishingiz kerak. Sherib, ig'ir ko'may doktorxonaga olib baqsangiz bo'pti. Shunday qilaylik. Yur, doktorxonaga boraylik. Seniz. Mashina chiq. Qandoq qilman? Qanday qiladingiz? Doktorxonaga borsangiz davolab qo'yadi, shuning bilan og'irmaydi. Xudo. Bu yerda o'ltirib turing. Men saboqdishimni tepib kelay. Nomerni nereden oladi? O tarafda. Qandaq to'g'ri ishlatganda bek og'riydi ekan. Birinchi nomer. Meni chaqiryapti. Chiqib kiray. Muhammad, qarag'ana bu nima? Ha, shilim. Ajab yaxshi, senda qoltisichimi? Bugun amal va ko'proq so'zlashgan umid paydo qiladi. Rasma. Hey, u keldi. Chapsan bari. Muhammad, bu doktor. Tishingizni ko'rib baqsin. Ha, hozir og'rimaydigan bo'ldi. Og'rig'i butunlay to'xtab ketdi. Ras, to'xtab ketdi. Ras, rahmat sizga. Rasla og'rimadimi? Mana qarang. Mana. Biz at ko'chib ketamiz. 1-2 kundan keyin olim shikkinglar bizning uyga berib o'ltirib kelinglar. Billa turgan vaqtinglarni ko'rib baqin ba. Men qilay. Bo'ladi, fursat bo'lsa-la, ha. Boya siz san'atkorlar binosiga ko'chimiz dedingizmi? Kayshi yo'lidagi kichik binomi? Yordamlashib beramdoq. Mening demoqchi bo'lganim, aqllaringiz yo'qmi? Siz kelgan bo'lsangiz-ku, men bak xushal bo'lardim. Biroq bizning dars keraklarimiz bak ko'p. Sizni charchitib qo'yamiz. Voy, xotirjam bo'ling, mening chaparmanlarim nihoyat ko'p. Odam va mashinadan hargiz ham qilmang. Ko'p rahmat. Olim shikkinglarning mehmon bo'lib ketadiganlarni uning o'qtirib qo'yay. Olimga hozirli o'qtirmizmi? Olim, bak aldirash odam. Uningga baldiroq o'qtirib qo'ymasam, ish chiqib qolarmikin? Bu ulguramdoq. Nemishqa ulgurmaydi? Yana 1-2 kun bog'i. Uni hozirli izdamsiz? Uning nadligini bilamsiz? U chet elliklar bilan birlamikin? Yo'q, Sheribning deyishicha, u Qorlaylisi mehmonxonasida ekan. Balkim shundaqdir. Hozir nadligini bilmayman. Yaxshi, Sherib hargiz yolg'on aytmaydi. Lekin Qorlaylis mehmonxonasining nadligini bilmayman. Ajab yaxshi. Siz yurtimizga yangi keldingiz. Nurg'un joylarni bilib ketmaysiz. Bugun akşam men siz bilan birga izdishib beray. Shunda qilsangiz g'obak yaxshi bo'ladi. Albatta shunday bo'ladi. Kechiring. Demoqchi bo'lganim, bugun bir kechib qoldi. Sizdek bir qiz kechda yolg'iz bo'lsangiz bo'lmaydi. Meni birdam saqlab turing. Nima ish qilib borsiz? Berib motosiklet deb kelay. Buni 2 kishilik motosiklet ekanligini ko'rmadingizmi? 2 kishilik motosikletga albatta 2 odam minadi. Bizmi 2 odam shundaqmi? Biroq birdam saqlab turing. Ishlarni o'rlashtirib yetib kelay. Ma'qul, tezroq keling amisa. Xotirjam bo'ling. Yaqin yo'l bilan ma'qul. Ma'qul. Xo'jayin.
Mani gapim ola. Bu kunlarda sizlar japa tatyapsizlar. Chunki men japa tatyapman. Shunga sizlar mening xo'jayin, sizni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Siz hozir hayotingizni eng cho'ng ishni qilyapsiz. Gapim ola. Tizla. Sanayli. Mana kel. Mening girim buyumlarim Sherifning mashinasida ketib qopti. Men necha minutdan keyin o narsani tepib kelishim kerak, he? Men ikki odamning rolini ilib, shundaq yerib ketdim. Menga shu narsani tez suratda yetkazib berishinglar kerak, tushundinglarmi? Xo'jayin, burtingiz. Ig'rimni ko'tirish bera olasizlar. Ko'tarishmaymiz. Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Sizning bu harakatlaringizni tushunamiz. Biroq bundan keyin eliq so'mkangizni elib olishni hargiz unutib qolmang. Avval birinchi ishni bitiraylik. Bo'lib harakatlaninglar. Harakatlanaylik. Bu qancha pul? 5 qo'y. Mana. Ava qalpoq. Mana. Bo'ldi. Qancha pul? Qara. 30. 40. Mana. Qiyinlik bo'ldim. Yaxshi. Mayli. Ko'zoynak olmoqchi. Ani. Ani. Aldımı? Bo'ldi. Bo'ldi. Mana. Oyoq. Mana. Buldinglarmi? Bulduk. Bırak tizlalar. Oğa burul. Qadamlar baş. Nimancha cho'ng so'mka ko'tarib oldingiz? Bu Sherif kavop pishirganda ishlatadigan narsalar. Yana ko'mirmi bor? Ko'mirni so'mkaga selib oldingizmi? Albatta. Ammo ko'tarishga aplik isvasammi bo'ldi? Sizni men epmagandim yoki siz menimi? Albatta, men epmaganman-da. Men degan o'g'il bola tursam. Vah! Qaltis. Motosiklet minishga hajib ustkansiz. Albatta. Qaltis haydaydigansiz. Men ot minishga usta. Men minadigan narsalar mohiri. Burun bo'shilab motosikletni minib taraf-taraf chapatdim. Ho, chiq o'ltiring. Balkim siz degan odam qolganda men kirib surishtirib baqay bo'ladi. Siz mishani saqlab turing, ha? Ma'qul. Oyjon, yo'ldosh, hojatxona qayoqda, ha? Oyjon. Oldingizga menga burilsangiz 101-eshik. Rahmat. Ha, yo'ldosh, u emas, 101-nomerli eshik. Arzimaydi. Onun nima ishga ruxsat qilasiz? Onun qo'sig'i qirg'an o'xshaydi, chiroyi sarg'ayib ketibdi. Ko'mdingizmi? Asta, ayollarning kikan bu. Buni qanday qilqamdi? Baba, kibaq. Dalkan. Endi kiring. Yo'ldosh, sizdan yordam so'ramoqchi edim. Menga ayiqingizni berib tura olasizmi, ha? Elishib qoldingizmi nima? Yo'ldosh Alim, sizni muhim bir ish bilan istab kelgan edim. Nimachi tarlab ketdingiz? Boya bir stakan qahva ichgan edim. Shunga. Albatta, muhim ish bo'lmasa hargiz istab kelmaydingiz. Men hozirlik kirib ketishim kerak. Shundaq, chet ellik mehmonlar meni saqlab qoldi. Men bak altirash. Kechiring.
Men sizning ancha ko'p vaqtingizni olmayman. Deb qo'yibli ketaman. Albatta. Ati uy ko'chmoqchi edik. Uy ko'chamsizlar? Uy ko'chsanglar men berib ko'chib berishim kerak-da. Biroq kechsi ko'chamsizlar yoki kunduzimi? Albatta kunduzida. Kunduzidan. Kechsi ko'chgan bo'lsanglar nihoyat yaxshi bo'ladi. Bizga hojatim tushmaydi. Siz xizmatingizni qilavering. Yakshanba uyga mehmon chaqirmoqchi edik, sizmi berib o'tirib keling. Yakshanba. Ha, bo'ladi, albatta bo'ladi. Reshatkadan qarasa nihoyat go'zal ko'rindikansiz. Dadingizning mansibi o'sgandi? Siz qanday bilasiz? Faraz qildim. Aldirash ishingiz yo'qmi? Albatta, biroq meningcha men Bu gapcha ishingiz bor ekan. Albatta. Aldirash ishim davomli chiqavermas. Yaxshi. Men o'ylab baqay. Meni taklif qilganingizni men burunli bilgan edim. Qizim, bugun boshqacha yo'sinayapsan. Shundaqmi, dada? Varis bu yoqqa keling, ha. Qarang, bu lampaning nuri ko'zni chaqidi ekan. Oqshomlik qanday qilamiz? Egizrak. Kunning lampasi ko'zingizga ta'sir qiladi, lekin o'rnitib bo'ldik. Qaytadan o'rnitaylik desak, tezroq bo'linglar, tezroq. Avorchilik. Tokchi chaqirishimiz kerak. Tokchi nereden topamiz? Hey, qarang, kim keldi? Keladiganligingizni biletdim. Yuring. To'xtang. Sizga bir narsa kelgan. Chiroyli ekan. Yana ba, mana. Yana ba. Voy, nima chiroyli. Tinchlikmi? Bugun atigan bu binoni silishga qatnashgan bir do'stim meni ekskursiya qildirdi. Bu o'ylar xuddi yangi tikilgan kiyimga qadigan tuyumiga o'xshaydi ekan. Biroq bu chiroq toza bo'lmabdi. Rost deysiz, bek aqlli yigitkansiz. Siz bularning xo'jayinimi? Voy, men sizni bir yer ko'rganda qilaman. Amma bir-biriga o'xshaydigan odamlar nihoyat ko'p. Burun biz sizni ko'rib baqmagan shundaq-ku, ha? Apa, birisiga o'xshaydigansiz deyapman. Jahonda bir-biriga o'xshaydigan odamlar bek ko'p. Yordam kelgan bo'lsangiz, avval oshxonaning tokini o'rnitib bering. Hozir tok ishlatmoqchi edim. Men sizni boshlab chiqay. Mushiya shu. O'rni qayerda? Ma'qul. Chiqdimi? Somkangizni men tutib turay. Voy, somkangiz nimancha ig'ir? Saymaldirimni hammasini og'ash kelgan edim. Voy. Sizmi shilab kiyamsiz? Ko'zoynakmi bor ekan texi? Akilim. Yo'q. Baya og'an edim. Hozir hamma odam mushini kiydigan. Menmi davrga moslashay deb mush shilabini oldim. Qandaq? Akilim. Olimga teximi o'xshab ketdingiz. Kiyib yiqingga ko'r baqay. Bo'ldi, chaqchaqim menga. Kiyimlarim maynab tursa. Aras, yakshanba kuni olim kelalam ekan. Bilmadim. Kammisa ko'nglingiz yerim bo'ladigan-da. O xuddi bir soyaga o'xshash. Cho'qim kelingjimi? Albatta. Biror muhim ishingiz chiqib qolmas? Yo'q. Men azaldan muhim ishim chiqib qoldi demagan-jimi? Men degan Muhammad. Kechiring. Siz degan Muhammad. Albatta, siz azaldan muhim ishim chiqib qoldi demadingiz. Biroq, lekin ishkinglar o'xshamas. Shundaq. Albatta, ikkimiz o'xshimiz. Biroq sizningcha men yiliqi Muhammad deganga, yo'q, olim deganga o'xshaydi ekanman, shundaqmi?
Men kulüpli yürüymen. Şundaq. Külgen çağda keyfiyat yaxşı boladı. Men külgen çağımda bekmi yıkımlıq bop gidimen. Əmsə, mən sizdən yaxşı köyən adamınız ekanman da. Neme degan qarangı? Mən çıraqni yandıray. Pah, neme degan ko'rkam? Qarang ha. İkimizmi tal bolduq. Men ufçimen. Muhammed, meni tutuvaman. Aslida tushimkanda. Şundaqmı uxlagan barmı? Keçici jöylüp külüp çıktın. Men zat uxlayamadım. Muhammed degan kim o? Apa, bo'ldi sormang. Tush ko'ribdiman. Shundoq yaxshi uxladim. Oy, tang aytibdi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Marhamat. Tinchlikmi? Mundaq ish. Bola milliy al-nag'michilar bilan ko'rishsak deb edim, men shuni boshlab keldim. Marhamat. Qani. O'ltiringlar. Qani. Tercümanın iş çıkıp gelip gelemedi. Dinler hanım ne chet elçini yaxşı sözleydi dep anlayıverdik. Bugün tercümanlık pes qandaq. Kechiring. Men yapon tili o'rgangan. Ingliz tili biladigan birisini tepib kelay. Sizlar o'ltirib turinglar. Kechiring xonim. Xato anglab qolgan o'xshaysiz. Bu yerda ingliz tili biladigan olim ismli tarjima yo'q. Boshqa yerni izlab beqing. Amsi Bo'ston mehmonxonasiga berib baqay. Olim deydigan ingliz tarjimonni izlaydim. Bizning tarjimonimiz Van Xoyli ismli bir ayol yo'ldosh. Amsa Sherip ismli shofir bormi? Sherip? Ana, o keldi. Sherip, olimni izlaydigan muhim bir ishim bor edi. Nima ishdi? Uyimizga bir necha chet ellik mehmon kelgan. Tarjimon kerak bo'lib qoldi. Ular bu yerda undaq odam yo'q deydi. U yerda ishlaydi-ku. Mundaq ish. U yangi kelgachga kishilar texi uni tanib olamadi. Lekin u chet ellik mehmonlar bilan turpan ketdi. Men sizga bir tarjima deb beray. Oh, yes. We like Xinjiang dance and music. Sizlardek sanatkor oilasidan intayin qoyillik his qildik. Xinjiangning hammali yerda kishini qoyil qilgudek naqsha, muzika, usullar bor ekan. Ada yakshanba agar manzirlik Bug'di ko'liga chiqib, o'yinlarni ko'rgan bo'lsak, to'limi yaxshi bo'ladi dedi. Mundaq bo'lsin. Dilnar, siz o'makdagi Van idora boshlig'iga deb qo'ying. Bizning uyga bir kelib kelsin. Ma'qul. Men ularni mehmonxonaga o'rlashtirib qo'yay. Bo'ladi amsa. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Yürünglar. Bye bye. Thank you. Yana kelasizlar, ha? Mening muhim ishim bor. Turing. Ko'rishaylik. Turing deyman. Bye. Jigit, oltiraman. Mening muhim ishim bor edi. Birdan o'ltirib men. O'ltiring. O'ylamaptiman. Muhammed Xo'jayin ingliz tilini qo'ymabdan so'zlaydi ekansiz. Aqlli ekansiz. Nadikini? Qaysi chet el tili maktabida o'qigandingiz? O'zligimdan o'rgangan. Şirketinglar chet el bilan hamkorlashib qurgan shirkatmi? Hozircha o'zimiz mablag' selib qurgan. Hamkorlash ishi keyincha. İradelikkensiz bir-birlab ishlash kerak.
Chet el bilan hamkorlashsalar rivoj tepishi natayin. Shundoq. Qani uningdan eling, ha? Qani, buningdan tetib beqing. Necha yoshga kirdingiz? 24 ga. Yoshkansiz, balangiz bormi? Mening texi loyiqim yo'q. Oy, yigitkansiz-da. Anasi tavuz yeb turayli, sizlar chiqib choy damlab kiringlar. Bo'ldi, avaraman. Qani tavuzdan eling, ha? Eling. Rahmat. Sizga o'xshash yosh odam degan, mana menga o'xshash tortinmay cho'ng-cho'ng elish kerak. Men tortinmayman. Sizmi mushukka amroqmi? Shundoq. U tak umarkan. Voyjon, Dillarni saqlamamsiz. Dillarni saqlamamsiz? Bo'ldi, saqlamayman. Shundoq og'ir ketadi. Men doktorxonaga Tez bo'l. Menimcha bu yigit bo'ladigan iqtidorliq, yana jonliq ekan. Afsuski, uning nima ish qiladiganligini bilmaymiz-da. Voy. Bu shu yigitning somkisi. Boy u pek jiddiyleşib ketdi. Echib qarab baqamda. Assaq bo'lmas. Men qiziqib qoldim. Bo'lmasa men achay. Keyin bizdan kuyovligimiz o'p qolamdi texi. Qarab baqayli. Mana bu men olaman deb yurgan qalpoq. Ajab chiroyli qalpoqkina. Mana endi menga qaraganda qayir ko'rinib qoladigan bo'ldinglar. Sumkam. Asta. Birisi geldi. Somkine. Şirket geldiniz mi? Neymiş oldu? Mundaq işte, men somkamni unutib qoldim. Yana og'riyapman da. Mana somkangiz. Shunday. Somkangizni chiqib beraylik turib. Rahmat. Rahmat. Men qaytay. Voy. Nima bo'ldi? Qalpoq. Qalpoq? To'xtab turinglar, ha? Tang. Uchib berib egangni tepib ol! Qalpoq. Tog'a. Bu yerda tursan-ku, nimaga kelding? Sizni o'g'li keldi. Meni? Ha. Buni nereden topding? Osmondan tushdi. Yura, endi qaytaylik. Yuringlar, men sizni ep olmay. Meni mushni olamma? Ha, bo'ldi, yura. Yana shuni. Bugun uni ajabmi katkizammidoq deysa? Nima ekan? Ko'r baqaychi. Bu ikkalan ajab o'xshaydi ekan. Ko'zoynak taqvog'ini oks o'xshamamdi. Sen buni tanimsan. Azroq taniyman. U bir arvoh. Buni ati Muhammadga topshirib beraman. Ati u kelmayman, tishimni ko'rsatkil doktorxonaga boraman dedi. U o'yin qo'yotdi. Nima? U artistmi? Dada, apa, men aram olay. Dilnarning oxiri tanlagan eri kavobchi Muhammad bo'ldi.
Alim dinlarning tashlab etgan oshiqi, mavjud bo'lmagan g'alati maxluq. Men rastdan ishkanlarni aldam xaltanglarga tushibdiman. Aslida siz bir odam meni aldab yuribsiz-da. Kavobchi Muhammad. U o'ziga ishinib kelgan soltak. Men o'zimni sizga bir tonitib qo'ymaydigan bo'lsam. Kim izlaysiz? Nima ish qilyapsizlar? Oshxonamizning tijorat ko'lamining kengayganligini tabriklayapmiz. Xo'jayininglar Muhammad bormi? Ha, u imtihon bag'il ketgan. Siz tanimsiz? Uyga berib izlab baxtdingizmi? Ha. Bu onun hujrasi. Qani. Bu suratni gazetdan kesib olgan. U oliy maktab bitirgan artist qizgan. Mening o'g'lim kavobchi. Cho'ng opa, oliy maktab bitirsimi o'xshashli odatdagi odam. Siz oliy maktab bitirgan. Oliy maktab bitirdingizmi? Siz tijoratchi emasmi? Sizningcha maskan emasmanmi? Yo'q, undaq emas. Men Cho'ng opa, sizning o'g'lingizni oliy maktab bitirgan bir qiz yaxshi ko'rishi mumkin. Muhammad, sizga hamra bo'la olmaydigan bo'ldim. Yaqindan beri o'mikimiz yangi nomerlarni jiddiy repetis qilyotdi. O'qishmaslikdan xoli bo'lish uchun bir ishni sizga aytib qo'ymoqchiman. Men xeyli burunla ko'nglimga birsini pukkan. U sayohat idorasining tarjimoni olim. Shuni yaxshi ko'raman. Mangu yaxshi ko'raman. Uning mal dunyosining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, u faqat salohiyatini yo'qotmasala, uni mangu yaxshi ko'raman. O tepilg'usiz yaxshi qizgan. Biroq men bu bo'lish tegishli jarayon. Sen baxo, yeshini surtib, qaddini rusla. Uning so'ygini pak qilib, tashqi qiyofat emas. Uni izlab borman. Agar bu o'yinni yuqoridan ko'tarishni bilsang, baq. Nega qochsiz? Men ya yo'lbos bo'lmasam, adab qoida deganni bilamsiz yo'q. Kiring, ichki kiring. Sumkani men olay. Av yerda o'tiring. Sizga deb qo'yay kavobchi yigit, endi dillarning kayniga hargiz kirvoqchi bo'lmang. Turqingiz qarab beqing. Hey, beshingizni ko'tiring. Voy, portingiz yo'q-ku. Chechingiz sal o'sgan bo'lsa, sayohat idorasidagi olimga o'xshab qoladi ekansiz. Dillarchi hozir olim bilan muhabbatlashyapti. Siz hargizmi olim bilan tang bo'lolmaysiz. O'ylab beqing, siz jamiyatdagi qaysi tabiqaga mansub? Holiga beqib holtat, holtanga beqib untat degan gap bor emasmi? Siz nimani qilgan bilan yanali kavobchi? O'ylab beqing, siz uning oldiga topgan pullaringizni tog'dek to'lab qo'ysingizmi? Siz baribir yanala kavobchi. Bir kavobchi qandaqmi olim bilan tang bo'la olsin? Gapimni anglang ukam, ko'nglingizni yerim qilmang. Navada Mehmet bilan olimda o'xshashli bir qalb boschi.
qalb deganni kim ko'ra oladi, kim tuta oladi? Biroq dinlarning qalbini men bilaman. Uning qalbi menga o'xshash saxtiliqni hargiz yoqtirmaydi. Uning ideyasi yangi qarashlar bilan to'lgan. Albatta, u Beijingdan qaytib kelgandan keyin texmi ilgirladi. Ta'lim berganingizga rahmat. Bek o'maqkensiz. Makattam, xayr xo'sh. Mehmet. Sevimligim, onun nima dediniz? Sevimligim, o sizga o'xshash o'maqkan. Beshim qayib ketdi. Nima bo'ldingiz? Ha? Nima bo'ldi? İkinci mehman kelish oldida turyotdi. Ah, Xudo. Sherim, nima bo'ldingiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buchu yer süpürüş hareketi. Yana bir qaytam qilinglar, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, to'xtanglar. Bu harakatni mundaq qilasiz. Ha, to'g'ri. Ha. Menga qaranglar, ha? Ha, qiling. Ha, to'g'ri. Qarang. Ha, bo'ldi. Dinar, Muhammad degan bir sizni sirtda saqlab turadi. Voyjon! Onunga deb qo'ying. Men uni tonimayman. Bir. Yanqırıb sən şunçla ey ürümçi. Kaldırdım dervazı sırtıyda Muhammed'ni. Ben seni söyledim dilim. Hey, can dostum, bu yer ne qilib yuraysan, ha? Ajabni izlading, ha? Hey, ko'zingni acha. Yo'l menga tutib uxlamsan, ha? Hey, tunigim barinsa 20 bilet ketdi. Buni Dilnar beribdi. U olim do'stini ip bason debdi. Rasma? U vaqo chet elliklarga o'yin qo'ydigan. Men sana yana bir xush xabarni aytay. O'yin tugaganda u sen olim bilan tansi o'ynaydi ekan. U ondan maxfiy yori olimni oshkorlaydi ekan. Mana bu sen olimning bileti. O'yinga bor. Olim. Bichora maxluq. O'zingni besavol. Sen nerede? Yo'q. Men hargiz olim bo'lmayman. Men degan Muhammad. Rost. Ha, o'zingni besavol. Men mo'ljarlab baqdim. Bu nayti abjil bir chora. Muhammad. Sen endi niqobingni echib deb haqiqiy chiroyingni ko'rsatgin. San desam baqo, har qanday ishning vaqt soati bo'ladi. Mana bu pishqan qo'g'in peligida turmaydi. To'mirni qizig'ida so'q degan shu. Voy, bo'ldi qila. Men degan to'mirchi emas, men degan kebabchi. Gulnar, ajabmi o'zi yasinib ketdingizmi? Kirdimi? Bu qandoq chashpason? Bu degan yangi pasun. Nima, yarashmabdimi? Bu-chu yangi pasun. Yarashibdi. Sizga bir xush xabar aytay. Bejonga o'qishga borar ekansiz. Xo'jayin shundoq dedi. Rasma? Men ishonmayman. Ishonmamsiz? Mana aeroplan bileti. Lavsroq? O keldi. Qo'lida bir dasta qizil gul ko'tarib keldi. Ko'rdim.
O sanqıravıdı da. Doğru. O sanqıravıdı. Sanqıravıdı. Ey, tez şuna! Şerif, nima deysan? Ey, bu yak şuna! Ha, mana, yürü ulan. Ha, Şerif. Dostlar. Çapsan bulunla. Güllerimle yığıştırıp. Ağ terk bir ala. Çapsan bulunla. Nimişqa? Bulunla. Ne oldu? Kire. Man deyme. Ne qarab sen? Sana desem bağı, tansa boğdu günü de ötküzüldüğü oldu. Mihmallar ketip oldu. Fakat Dilnarlık kaldı. İdareden Dilnarını ep berişqa men bilen bärin sani məsil qıptı. Şuna sen Muhammed emas, alim bolğan degen buğda kölüge çıkıp Dilnarını sen şu yerdə saqlaysan. Yo'q, do'stim. Gapimni angla. Men uningga hammani ochiq deyman. Mana men Muhammed degan, mana men olim, polim deganlar hargiz mavjud emas deyman. Sen tixiyani menga har ishning vaqt soati bo'ladi. Qo'g'in pissa, pilakda turmaydi. To'mirni qizig'ida so'q, u yoq so'q, bu yoq so'q. Bo'ldi, asıl men ya qo'g'inchi olmasam, yana bärin sami ba, u ishni aziz qabul qilmaydi. Men ya bärini sani olmasam, meni Dilnar qabul qilsa bo'ldi. Boshqa ish bilan korim yo'q. So'g'rinda bärin sami ba, u hargiz tushunmaydi. Onun üstüge o hazır işki kat. O bundaq zərbege bərdaşlıq verəməydi o. Nima? Mening zərbemge ma? Şundaq, mən... Bo'ldi, sizlar aralashmanglar. Bu köylüğün bək çıraylıqken, xuddi pəriştigə oxşab qalsın. Bugün alimning yerkiga yana bir o't sep qo'ydigan bo'ldim. Rasma, alim bordigan dilamdi. Xotirjam bo'l, Sherib atrofga ish qiladi. Voy, o nega ketgandir? Birdam saqlayli. Sherib, ketib qolmasa? Bərisa, usuluk işi bilinglar, hazırlamağımız. Voy, faqat chidayolmadim. Sherib, sizga nima bo'ldi? Nimanda qasdaydaysiz? Xotirjam bo'ling. Dillarning usuli oxirgi o'rnashtirilgan. Mening vazifam asosli artist bo'lgan ishkilani bexatar yetkazish. Astaroq hayda, uzun tura. Astaroq hayda. Vay, qadrligim, oz gap qil. Bardashlik baqir. Qadrligim, men gap qilmadim-ku. Ey, tinamay qoldim. Mashinani to'xtat. Harakat qilib olay. Putqo'lim uyushib qoldi. Mashinani to'xtat. Yalan so'zlama. Nima u putqo'lim degan? Bunda qilaylik. Bayağı sizlar usulluq bo'yicha ishdinglar. Qistabmi, qag'andi, adab qilib olasizlar. Shunday qilaylik-chi? Shunday qilaylik. Chapsan bu yoqqa o'tinglar. Tez kelinglar. Ma'qul. Birer öğünü tepip şunun akı o'tinglar, ha? Voy jon, voy. Putum. Odaqlar, men ko'rib qo'y. Maftum. Voy jon. Voy. Mehmet, bana bu su. Su içme. Su ketim. Aldırma iş. Ben bir yer koyup koyayım. Su ketken altında aldırma iş sabırlı. Tuncuqib qolay dedim. Yine 30 kilometre kaldı. Nima? Yana 30 kilometr bormi? Şundaq canım dostum, bardashlik bergin. Endi men bu yerga kirmayman. Kichikgina bir ish ta'sir qilsa, uxlayolmay aylanib ketaman. Shunga u ko'zimga qaraydi. Tez bul, ula geldi. Yo'q, men endi kirmayman. Muhabbet üçün, onu xalq qilmaslik üçün kire. Endi men bardashlik bermayman. Canım dostum, bardashlik bermisan zati bo'lmaydi. Yo'q. Mashina manganda qapqoqni ichib yotibdimi? Niye pek chiroyliqkan? Bu yer nima degan go'zal?
Rastlı güzel manzara ekan. Nima degan güzel. Eshikni eshik tiqib olmadingmi? Sherim, kim bilan so'zlashyapsiz? Akalar. Voy, shopirlar zamon berishib ketibdi. Boshqurg'ich bilan so'zlashyapsiz-ku deyman. Sherif degan gaz mashinani to'xtat. Boshqurg'ichinglar nimancha qo'pollik qiladi? Nimanda yo'lsiz odamsiz. Mashina ichida mehmon bor tursa, mashinani xohlagancha to'xtatsa qanday bo'ladi? Men sizga gap qilmadim, xonim. Men Sherif degan gazga gap qilyapman. Gaz, mashinani to'xtat. O'yjon. Rastali yo'lsiz odam ekansiz. Mashinaning hozir xizmat ustida ketayotganligini bilmadingizmi? Sayohat idorasining kadrimish texi. Ey, Sherif og'ayna, yana texi ishki xonimlar, men sizlarga rost gapni qilay. Men kavobchi Muhammad bo'laman. Muhammad? U bu yerda nima ish qiladi? Shundaq, Sherif meni mashinani orqasiga solab qo'ydi. Men sizlarga gapning o'chig'ini qilay. Mashinani tez to'xtatinglar. To'xtatinglar deyman. Mana endi qo'g'im pishib, peligidan uziladigan payt keldi. To'xtat. Bo'lmasa mashinadan o'zimni otaman. To'xtat. Men buni Muhammad degan men, olim degan mavjud emas. Yana bu narsalarning endi keragi yo'q. Hech qaysining keragi yo'q. Yana Dilnar, sizni yaxshi ko'raman. Sizni tunji qatim ko'ribla ko'nglim tushgan edi. Men kavobchilik bilan iglik tikligan yosh. Siz bilan tanishgandan keyin muhabbatda o'zimni to'van ko'rib keldim. Oxiri ko'ni ko'z qarash ustidan g'alaba qildim. Men irodalik yosh. Turmushni qizg'in suyman. Meni yaxshi ko'ramsiz yoki nafratlanamsiz? İxtiyor sizde. Ağina, itoni berib tur. Ma'qul. Muhammad, nega borsiz? Uni qo'g'lay. Sherif! Suyimligim. Mana bu pishqan qo'g'im bergib turmabdi. Temirni qizig'i sovuq degan shu. To'xtat. Sen ba'g'u dillarni oxirga kelib Muhammadni keynidan qo'g'la. Chu. Muhammad, to'xtab turing. Muhammad, men sizni yaxshi ko'raman.